Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Sövümlük əziz vətəndaşlar, bugün 2021 yılı 1. ayının 1. günü Cümə günü. Yılın 5'inde biz yaxşılar bilen başlayıldı dep. Bu Revzi Şerifini ziyaret kılış için geldik. Bunu şu tordan randevu eleş arkalık tizimtiş arkalık kildik ya hazırlık beytde kıltayızke. Biz hazır şu şamnımızın ki nazı ziyaret mağduk işte aralıkını koyup degendek. Biz hazır şu Babın Nisa yani ayollar işkidin kirvatmaz yani bu iş olsa Ömür ibn Hattab'nınki zamanısı kelgen vaqtida şu ayollarga məxsus bir iş geçiş arqılıq bularniki mundar tertibini bekitiş üçün ayollarga bir ma'lum bir mescidden orun beriş üçün məxsus ayırım içilgan işkiniki biri. Ay endi kishi bo'lib qolsa, ko'rinigida mana bu yo'ruqtuğu ne? Bu Bab-ı Cibril deymiz, Bab-ı Osman deymiz, yani Osman işki, Cibril işki deyip bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünki zamanında özü koygan işik. Resulullah özü kerip çıktığı işiklerninki biri. Biz hazır mana işikten kirdik hemse. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme eftah li ebvabe rahmetik. Mana yenimizdeki ko'ringan ma supu olsa, supu ehli nemenin Şu mescitteki qaraydigan müezzin, iş xizmetçilerinki, şu Osmanlı devirdeki oturduğun supsi. Bunda ağvat deymiz, bunda ağvatlıdan yaman nurgun kentik aynı vaqtida. Hazır şu ikkisi mi yoki uchi qilib qoldi. Qag'ina meselasi o'lib tugab ketdi. Undan keyin şu podshoh Saudiya jamiyati o'tgandan keyin bular ish xizmatchilarini o'zi bekitilgan bo'lgan. Biz hozir mana shu reviz taraf qarab ketyapmiz. Mana şu qanda bir türükte muşta bir mermer taş bolduken şu revze. Mesela dikkat kılsanız buldu. Muşta mermer taş bayağı kelsana mescidin içinde. Mana şu revzi şeref dep müşahede namaz okusanız buldu. Esli revzdeki ordu şu. Ama türükten üstündeki o tuzru bayağı ikram bayağının aslı serak bir belge var. O belge olsun nima degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki zamanındaki mescidindeki igizliki. Mana şu altın rangdaki serik belge torusununki aynı vaqtdaki egizligi yani bu 2 metr etrafida 3 metrga yaqin şu etrafda bor. Mana şu ola revizniki o'rni. Türkniki ustidagi bo'lsa şu hozirgi muazzinlar a'zo etilgan o'rin 20 muazzin bor a'zo etilgan mazundan. Şu orliqlar revizniki o'rni. Uduldiki bo'lsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki hazırki kabirsi joylashgan o'rinlar aynı vaqtdagi Resulullah'niki ayollarının uyi, mesela Ayşe, Sevdet degan qatorliq ayollarniki uyi. Çünkü ma revizniki fazilati var. Ama munber kelib qoldi, munberni ko'raylik. Ama munber bo'lsa, hamda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki aynı vaqtdagi munberniki o'rni. Mana mush munberdan aş revizgichi bo'lgan o'rinda Peygamberimiz mening uyim bilan mush munberning oraliqda cennet bağçılardan bir bağçı bor degan. Mana şu bağçı şu. Mana şu bağçılarda cennet bağçısı. Bu munberniki xislati var munber. Çünkü Peygamber sallam bir misvak çağlık narsini yolg'ondan qasam qilib mush munberning qishida qasam qilsa bir odam u davzax vojib unda odamga cho'qim ya'ni davzax kirdi degan. Bu diqqat qilish tegishli o'rin. Mavi mihrab bo'lsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz okuyan mihrabniki o'rni. Mana bu mihrab Hijriya 888 yılı Sultan Qaytibay Mamlukilar davridagi silingan mihrab. Hozir qadar shu peti. Mana 600 yılga yaqin taxminan. Mana şu orliq bo'lsa Peygamberimiz aş uydan uduldik uydan şu mihrabga kelib chiqib namoz o'qib ketib qaytilgan o'rin. Mana şu Resulullah'ning qabrisi o'rni. Mana şu orliq şu mihrab bilan şu orliqi Resulullah mağlağa yolla. Mana mihrab. Bu şu Türkler var müşahede şu her bir Türk'ün üstünde bir belge var. Ma'lum bir belgeler. Şu yerdə diqqət qilsaq bo'ladi. Bunun bir o'rni var. Mesela Türk'ün üstündə mesela Tövbe Türkiye yoki Ebu Lubab Türkiye deb xat var. Bu nimish qımında qo'yilgan desa Ebu Lubab degan sahabe ma'lum bir xatolik o'tkazib qo'yib Banu Qurayza urushida bu xijil bo'lib ketib o'zini Türk'ü bağlab olgan ekan. Allah'ın Resulü şu tövbemni qabul qilgan qadar men müşahede o'zimni yechmayman dedi. Allah Taala Qur'on-i Kerimde tövbesini qabul qilganlik haqida oyat tushgandan keyin andan yeshib ozodlik chiqqan. Bu şu orliqda şu qizi kelib tamoq berib, tarat suv berib, yeshib, yana namozdan keyin yana qaytib bog'lab, hatta bir jafolarni tortgan. Mana bu Resulullah'niki uyları,
Hozir qabrsim shu yerda. Mana shu Osmanlılar davridagi silingan holatda 200 yillik holati mana masjidniki 200 yil burun silingan holatlari. Ba'zi o'rinlar Mamlukilar davriga bordi 7-8 yilga. Mana mana sirq belgilar Rasulullah'niki ayni vaqtdagi masjidniki o'rni. Mush qanday bir sirq belgi var ekan Türk'te. Da kichik bunda yo'lliq belgi var ekan. Ham shu Rasululloh davridagi masjid ekan deb o'ylasang bo'ldi. O ko'rnigini hozir bayatın degandek ma'zullar azaytiga o'rin. O uzuldagi yani Rasulullah'niki mihrabi Rasululloh muborak namoz o'qigan o'rni. Biz hozir hamda shu nimaga Fatima radhiyallohu anhaniki uyiga qarab maqdoq. Ma o'ng tarafimizdagi mana vodek bor, mana yeshil sariq ma belgilar bor o'rin. Mana shuning ichida Fatima radhiyallohu anhaniki karvati degan bir karvat bor. Ras shundaqmi bu bizga ayon emas, lekin ichida bir karvat bor. Mana bir vodekdan ko'ydik. Mana gulva ma taxt bo'lsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem xutba namazı o'qib bo'lgandan keyin ba'zida kechalarda tahajjud o'qiydigan o'rni. Bu nima shu mihrabut tahajjud, ya'ni tahajjud o'qiydigan mihrab deb nomi bor. Mana shu ha. Rasululloh mishada tahajjud namozi o'qiydi. Ko'p holda. Biz hozir ma'duq mana bayatdan qilmav degan shu haramning ayni vaqtda xizmatchilar o'tiradigan supa. Bu supaniki oq tarafda o odam turgan kompyuter bor joy bo'lsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki tözek bunda süpehli sahabeler bolgan kambag'al şu Medine'de uyga Irak-Irak'dan kelip Resulullah qo'shilib müşahid muhacir bolgan. Bular müşahidki muşun o'xshash supa ham shu supulman. Şu ularni süpehli deb atagan. Şeyde biz supuni yaşaydı. O supuni hozir elib yutibdi. Men mavi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki qabrisiga kirdigan eshik mana, eshik mana quluplarlar. Aynı vaqtida Ramazan Qadırov o'tgan yil kelgan vaqt kirdi-ku mana aşağıdan kirdi. Biz hozir Babi Cibril'den yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o'zi kirib chiqdigan eshikdan chiqdik mana. Miyada yani bir muhim bir o'rindan birisi var. O yani Cibril sallallahu aleyhi ve sellem o'zi bevas kirgan bir o'rin bor. O bir kichik bir tavdan shaklida o'rnini saqlab qo'yaqliq. Chunki Bani Qurayza urushi bo'lgan vaqtida Xandaq urushidan qaytib kelib Peygamberimiz Bani Qurayza urushi shu vaqt bo'lgan. Xandaq urushidan qaytgandaki Cibril sallallahu aleyhi ve sellem vahiy elib kelib dediki, "Ya Rasulullah biz jang kiyimimizni sanbuduq sizlar silvatdinglarmi?" deb Rasulullahni Bani Qurayza bilan Yahudilar bilan urush qilishga Rasulullahni undigan mana. Osh 41 degan xatniki ostidagi ma tavdan, yendik tavdan Cibril sallallahu aleyhi ve sellem kirgan ishga shu. Mana ma Rasulullahga salom berib chiqdigan Babul Baqi. Yani Baqi qarab turg'achqa Baqi qabristonligiga. Shunga buni Babul Baqi deymiz. Mana shu udul ikki saqchi bayalar Resulullah'ın qabrisi oldu, salam berdigan o'rin. Mush ishikdan chiqib, o'ng qo'l taraf qayrilib, mana 20 qadamdan 25 qadam o'rliqda mang'andan keyin bu yerda Abi Ayyub al-Ansari degan sahobining uyi bor. Bu uy hamda Peygamber sallallohu alayhi vasallamni dastlabda kutib olgan, aytdi. Muhim bir tarixiy qimmati bor uy. Abu Ayyub al-Ansari'niki bu uyni ayni vaqtida shu Yamanniki podshohlari ahli kitoblar Yahudilardan anglab şu ahir zaman peygamberniki hicret kılgan ornum şu dep bu Yemen'in padişahlarına degenden keyin Tubba padişahlarına Resulullah'a müşahede üseti ölüp şu vaqf qilgan ekan. Bu vaqf hem de Ebu Eyyub el-Ensari'niki zamanı kelgan vaqtida şu Ebu Eyyub el-Ensari'niki cemiyatiga mushulni qo'li qapti ekan. Bu bir tarixlarda bayon qilingan voqelik. Hem de Ebu Eyyub el-Ensari'niki bu uyda Resulullah 7 oydak mehmon bo'lib turgan kichik bir ish qavatlik uy. Hem de Ebu Eyyub el-Ensari'niki şu Resulullah'ın mehmon qilganligini nayet xo'sh bo'lib ketib, Ebu Eyyub Medine'den Irak'a borgan vaqtida şu vaqtdagi Irak'ningki valisi Abdullah ibn Abbas ekan. Bu yani Ali ibn Abi Talib'ninki zamanı. Şu vaqtida ben xo'sh bo'lib ketib Ebu Eyyub el-Ensari'ni kutib olgan Abdullah ibn Abbas. Sen bir Resulullah'ni mehmon qilgan, qadrlagan Resulullah şu Medine'ga hicret qilib borgan vaqtida bek ajoyib esil izzatdan qilgandan biz seni qadrlashga, mehmon qilishga haqlimiz, mecburiyetimiz deb Ebu Eyyub el-Ensari'nin şu esil aşı dağçılarga o'tag'izib, yaxshi otlarni, uloqlarni, yaxshi sarimjonlarni bilib, ajoyib bek bir hurmatlagan. Yani bu Resulullah qilgan bir hurmat şu Ebu Eyyub qilgan hurmati. Çünkü Resulullah'a bo'lgan muhabbatdan saqib chiqqanda, mana bu sariq belgilar, şu qizil tashli bo'lmuş rayullar, şu doirlar
Ebu Eyyub el-Ensari'ninki uyununki ornu buludu. Bu bir 30 yıl burun ornu baki çünkü mektepke aynı vaxtıda vaqf qilib şu mektep qilib medrese. Keyin endi ma kengaytish bosqichiga kirgandan keyin 30 yil burun cheqirtilgan ekan. To'rda rasmlarni topqil bo'ldi, ko'n rasmlarni. Mana shu Abu Ayyub al-Ansari hamda İstanbulda Umayyi davrida urushda shahid bo'lib ketgan. Urushda o'lib ketgan, shahid bo'lmagan, o'lib ketgan. Lekin shu jangga borgan, shu jang maydonida o'z ajlilar o'lib ketgan. Sevimli qarindoshlar, inshaalloh sizlarga shu masjidning ichidagi har bir tarixiy o'rinni yana qayt bir fursat bo'lgan vaqtida shu az-azdan tanishtiramiz. Allah'a emanet, aman bulunlar, Allah selamet kılsın. Ama şu videonu ko'rgan, şu dualarımız amin degan qarindoshlarni Allah subhanahu va taolo müşakkil ziyorat qilishga nasib etsin.